Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. 2026-yil 16-aprel Qo'yliq dehqon bozori 200-do'kondamiz. Yengilliklarimiz keldi. Qora tarvuz qishki 8-10 kilogacha bo'ladi. Qishda saqlanish bo'yicha eng o'sha ichi krepki tarvuzlardan hisoblanadi. Buni qish oylarida ham o'sha yesangiz xuddi yozgi tarvuz yegandek bo'lasiz. Buni Xorazmda ko'p ekishadi. Aganok nomi bilan ko'pchilik taniydi. Ko'pchilik dehqonlarimiz o'sha qo'shimcha dori beryapmiz, bargidan ozuqa. Ko'pchilik so'rashyapti, u nima vazifa bajaradi? Tomirni rivojlantiradi, tanani 1 metrgacha o'stiradi va hosilni 30% gacha oshiradi. Biz buni o'zi pomidorda sinadik, tarvuzda sinadik, bug'doylarda sinadik. Hammasida natijalari zo'r. Holatlarini shu 10 kunlik holatlarni tashlab beradi dehqonlarimiz. 10 kunda agar o'zgarish bo'lmasa, pulni qaytib berish sharti bilan ham beryapmiz. Dorimiz o'zi sinovdan o'tib bo'ldi 2 yildan beri. O'sha ekkan dehqonlarda 30% gacha hosilni oshirish holatlari o'zi kuzatilyapti. Urug'larimiz amerikanskiy toza. Dorimizga ham xudo xolasa buni topib kelganimiz sababi hosildorlikni oshirib, shu dehqonni pulini ko'paytirish. Shu dehqonda pul bo'lsa bizda ham bo'ladi. Inshaalloh kimga yaxshi urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, agrotexnikadan qiynalayotgan dehqonlar bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqsin. Agrotexnikani ham qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Hammalarning hosilligiga Alloh baraka bersin.